Bitta shunaqangi ziravor borki, agar siz uni kuniga bir choy qoshiq ishlatadigan bo'lsangiz, sizdagi parazitlarni hovuch to'kilib tushishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, insulin gormoningiz o'ta yuqori bo'lsa, qandli diabet kasalligingiz bo'lsa, mana shu dardlaringizga davo. Yaxshigina ishtahani bo'g'ib, sizni tezlikda ozdiradi. Assalomu alaykum, men dietolog Sadoqat Muhammadjonova 30 mingdan ortiq insonlarni ozishiga yordam bergan mutaxassis sifatida sizga bugun super foydali ozdiruvchi ziravor haqida ma'lumot beraman. Bu ziravor nomi Arpabadion edi. Agar videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, Arpabadiondan qanaqa qilib biz foydalanamiz retseptlarni beraman va bu retseptlar kimlarga mumkin va kimlarga mumkin emasligini to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Hindiston, Pokiston, Eron va O'zbekistonda o'stiriladigan bu ziravor nafaqat bu sizni yaxshigina ozdiradi, balki parazitlarga qarshi vosita va antibakterial xususiyatga ega, antioksidant bo'lgani hisobiga organizmdan zararli bo'lgan moddalarni, toksinlarni chiqarishga yordam beradi. Hattoki shamollagan paytda nafas olish bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lganda, balg'am ko'chirish kerak bo'lsa ham mana shu ziravordan avvallari juda ham ko'pchilik foydalanishgan. Tarkibi tolaga boy bo'lganini hisobiga organizmda o'sha siz yeyotgan oziq-ovqatlarni hazmini yaxshilab beradi. Temir, kalsiy va magniyga boy hisoblanadi. Sizni ishtahangizni bo'g'ishga, ochlik hissini kamaytirishingizga va ozish jarayonida qo'shimcha ozdiruvchi ichimliklar tayyorlagan holatda bu ziravordan tezroq ozishingizga yordam beradi. Metabolizm jarayonini tezlashtiradi. Eng asosiysi, bilasiz, insulin gormoni ozishni xohlovchilar uchun, ya'ni ozishni xohlayotgan paytda insulin gormoni norma holatiga tushib berishi kerak. Mana shu qonda shakar darajasini normallashtirib, insulinni tushirishga yordam beradi. Hattoki qand kasalligi bilan og'rinadigan bemorlarga, ya'ni sahr kasali borlarga ham bu turdagi ziravorni iste'mol qilish mumkin. Asosiysi, ziravorni siz istalgan joydan topishingiz mumkin, bozorlardan, va narxi ham unaqa qimmat emas, lekin atalishi turli xil bilan ataladi. Ya'ni kimdirlardir Arpabadion desa, kimdirlardir Hind jambili deyiladi. O'zbekchada ko'pincha Arpabadion nomi bilan bizga tanish hisoblanadi. Demak, Arpabadiondan men sizga hozir retsept o'rgataman, qay holatda ishlatishingizni, lekin bitta narsani aytmoqchiman. Arpabadion ichimliklari hozir sizga aytadigan retseptlarim homilador, emizikli farzandi borligi, oshqozon ichagida muammosi borligi, ya'ni gastrit, yazva muammolari bor insonlar uchun va gipertoniklar uchun ham mumkin emas, ya'ni davleniyasi o'ta baland yuradigan insonlar ham bu turdagi ichimliklardan foydalanishi qat'iyan man qilinadi, chunki davleniyani oshiradi. Homiladorlikda esa bolani hattoki erta tug'ilish xavfigacha borishi mumkin. Shuning uchun birinchi mumkin bo'lmagan holatlar bilan albatta tanishib oling. Agar sizda qaysidir mahsulotga allergiyangiz bo'lsa ham, avvalambor bir kun davomida bu ichimlikni ichib, o'zingizni kuzatishingiz mumkin. Agar allergiyani qo'zg'atadigan bo'lsa, o'sha joyidayoq to'xtashi shart. Va eng muhim joyini aytish esimdan chiqibdi. Mana ko'pchilik insonlarda shunaqangi holat bo'ladi, ayollarda ham va erkaklarda ham. Qorin razmeringiz ertalab turgan paytda tekis holatda bo'ladi. Qorin razmerini o'lchasangiz ham santimetrlari nisbatan kamroq ko'rsatadi. Lekin kechga borgan paytda qorningizda gaz to'planib, qorningiz ishib, noqulayliklar, meteorizm holatlari kuzatilinishi mumkin. Kerak bo'lsa qorin razmeri 5-10 santimetrgacha kattalashib ketadi. Aynan gaz to'planganini hisobiga. Demak, qorindagi gaz to'planish holatlariga, meteorizm holatlariga ham hozir men sizga o'rgatadigan ichimlik bu yechim bo'la oladi. Bu nafaqat sizdagi meteorizm holatini, balki ichaklarni holatini ham yaxshilab beradi. Bilasiz, ichaklarda yaxshi va yomon bakteriyalar bo'ladi. Aynan yaxshi bakteriyalar sonini ko'paytirib, ichakdagi muammolaringizga yechim bo'la oladi. Ichakda agar ichak sindromi yoki disbakterioz holatlari bo'lsa ham, bilasiz, hattoki siz ichayotgan vitaminlar yoki siz qilayotgan dieta usullari ham sizni organizmingizga foyda bo'lmasligi mumkin. Birinchi navbatda bizning ichaklarimiz bu ikkinchi miyamiz hisoblanadi. Biz bu narsani tan olishimiz kerak. Agar ichaklar mavzusidagi sizga ma'lumotlar qiziq bo'lsa, hozir men Telegram kanalimni pastda silkasini qoldiraman. Alohida Telegram kanalimda jonli vebinarlar qilib 2 soat shu narsalarni tushuntirib berganman. Xo'sh, ichakning vazifasi aynan nima? Ichakda
Ichakda muammolar bo'lgan paytda aynan probiotiklar va prebiotiklar qanday iste'mol qilinadi, bu haqidagi to'liq ma'lumotni albatta Telegram kanalimdan olasiz. Va asosiy mavzuga qaytamiz. Demak, arpa badiondan men sizga ichimliklar retseptini o'rgataman. Avvalambor birinchi o'rinda, agar bu mahsulotni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta o'zingizda kuzating, allergiya bo'lmasa, yuqoridagi kabi holatlar bo'lmasa, foydalaning. Nafaqat sizni ozdiradi, balki parazitlarni ham osongina yo'q qilib bera oladi. Hattoki yosh bolalarga ham bu ichimliklardan berishingiz mumkin. Demak, birinchi ichimligimizni tayyorlash uchun bizaga kerak bo'ladi 1 choy qoshiq arpa badion. Mana arpa badionni ko'rinishi xuddi shu holatda bo'ladi. 1 choy qoshiq arpa badionni olasiz. Bir kunda arpa badionni miqdori 1-2 choy qoshiqdan oshmasligi shart. Chunki undan oshadigan bo'lsa, oshqozon bilan bog'liq bo'lgan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Demak, 1 choy qoshiqni olamiz, idishimizga solamiz va 1 stakan suvni quyamiz ustidan va gazga qo'yib 5 daqiqa qaynatib olamiz. Qaynab, bu yoqqa olib sal sovigandan keyin unga yarim choy qoshiq koritsani maydalanganini solamiz yoki koritsani tayoqchasini sovorsangiz ham bo'ladi. Aralashtirib, bu ichimlikni ovqatdan oldin qabul qilishingiz mumkin. Keyingi retseptimiz uchun bizga albatta arpa badion kerak bo'ladi. Arpa badionni bir kun avval issiq suvga o'tib qo'yasiz. Ya'ni 1 stakan 300 gram suvga 1 choy qoshiq arpa badionni qo'shib, olib qo'yasiz. Ertasiga ertalab och qoringa turgan paytingizda, agar sizni oshqozoningizda muammoingiz bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni agar oshqozondagi kislotalik darajasi o'ta yuqori bo'lmaydigan bo'lsa, oshqozonda gastrit, yazva muammolari bo'lmaydigan bo'lsa, limon suvini, arpa badionni suvni ustiga siqqan holatda mana shuni och qoringa iste'mol qilish ham bu sizni ishtahangizni bo'g'ib, tezroq ozdirib, organizmdan keraksiz toksinlarni chiqarib, parazitlarni yo'q qilishga yordam beradi. Agar sizga bugungi videoim yoqqan bo'lsa, bundan juda ham xursandman va albatta layklaringizni ayamang va kommentariyga yozib qoldiring. Keyingi mavzular aynan nima haqida bo'lishini xohlaysiz? Chunki kommentariyani har bittasini o'qib, keyingi darslarni shunga qarab tayyorlashga harakat qilaman. Ko'rishguncha!